с тобой шли. Ты шел, не я тебе шла, да ты нашел, я нашла. Но временем не зашить. Qimmat chiroyli buket oldim. Baribir intira olmadim. Nima bu bitta guling bilan o'ralish kerakmi? Hozir bizga o'xshagan soxta boylik ko'payib ketgan. Shuning uchun hozir romantikdan to'xtaman. Harakat davom et. Nima maslahat berasan? Nima qilsa bo'ladi? Zo'r ideya bor. Masalan, gitarani olganda domdek bor chal. Balki ovozi yoqmagandir. Ovozim yaxshi, o'zim bilaman. Ha? Balki o'zing Bo'lishi mumkin. yana bitta variant bor xolisi. Nima variant? Restoranga borasan. Opa, sizga bir gap aytsam, orqamdan bir bola yuribdi. Gullar olib keladi, sovg'alar ko'tarib keladi. O'zicha yomon bola emas, bilasizmi? Shiringina, muomalasi ham yaxshi. Faqat nima qilishi bilmayapman-de. Chiroyli bola bo'lsa mayli, lekin niyatini bilmay turib yaqinlashma unaqalarga. Hozir o'zidan boy yesa olganlar juda ham ko'payib ketgan. Voy, meni kontraktim bor, o'zimning xarajatlarim bor. Pul yetkiza olmayapman. Sizdan so'rasham menga noqulay. O'zingiz chet elga ishlashga ketgan bo'lsangiz, qiynalib yuribsiz-ku. Nimaga qiynalaman? O'zi shuni senga aytmoqchi edim. Start programma bor. Agar 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lsang, ular o'qitib, rasmiy ishga joylashtirishadi. Oyiga 800 dan 1780 dollargacha topasan. Eng asosiysi, bilasanmi nima? Turar joy, parvoz va sug'urta hammasi bepul. Bilsang, men ham shu dastur orqali kelganman. Rahmat, opa. Zo'r bo'ldi aytganingiz. Nima bo'ldi? Bo'lmadi, o'rtoq. Buni bitta aqlli opasi bor ekan, u qiz o'ra bo'lmaydi. Mana kalit egasiga deb ketdi, boshqa topamiz.